To'qliqdan sho'xlik chiqargan bu noinsof, vijdonsiz, buzuq cho'kan, nacharlik qilganlik uchun oxirsida buzilgan oshnasima paypoq qilib o'yinchoqni o'rnini tashlab etdi. Ichinishlik ahu faryodlar qoldi jibang. Haqiqiy bo'lgan hikoya, bir cho'qim anglashga tegishli ibratli hikoya. Ya'ni chu degan vaqtida bizning diyorimizning ma'lum bir chet sahroyisida mundaq ishdan bir so'g'am. Amat kichigidan tortib tirishchan tijoratga ipi bor. Ammo yavash, harg'ishmaydi, tamoq chekmaydi. Keskamas ishlar bilan shug'ullanmaydi. Axloq fazilatni o'ziga do'st qilganlik uchun hech cho'ng yo'q, ma'lum bir yoshlarga borgan vaqtida o'zidan 8-9 yosh. Qo'shni kanitdan dadisi burun tugab ketgan onaning qo'lidagi Namrat oilada cho'ng'gan, madaniyat saviyasi boshlang'ich maktabni aram putdagan. Mushundaq chiroyli bir cho'kanni, qizni shu mezgillarda qiz 21 yosh, 22 yosh mezgillarda voy anda jitimke beshini silab qo'ysak alop ketidi, oq oldi, ko'k oldi, ham chiroyli ekan, ham mushundaq o'yinning ishlari pishqan ekan, dadisi yo'q ekan degan gaplar bilan bo'ptilar deb mushaq bilan tonishtirish orqali to'y qilgan. To'y qilgandan keyin bu amat butun vujudini, barlig'ini oilasiga otib etgan. Hamda bu yoqmicho degan vaqtida Rominnama kayni-kaynidan oqoqidan 3 farzand tug'ib bergan. Shuna bilancho degan vaqtida bu farzandlarning dunyoga kelishi bilan bularning turmushida olamsimon o'zgarishlar bo'lib, nurg'u yerlarda zaminlari, bankalarda pullari ostida yaxshi mashinalar bo'lgan. Demak, mushu pullarni topgandan keyin bu oilasini shunchalik baxtli turmushlarga erishtirgan. Hatto qo'soqlari ichib ketsimi, o'zi ayrim bozorlardan go'shtlarni, to'qolarni, lag'manlarni yeyolmay, to'xtab tura uyimga yurib, balam bilan, oilam bilan yeydib, mush bolalarni ichqib, yaxshi g'izolantirib, yegizib, mushundaq bir baxtli turmushni bergan. Lekin chu degan vaqtida azaldan tortib iliga osh, namratchilikda o'tgan, uning yarasha madaniyat saviyasi boshlang'ichdan putdamigan. Lekin shinsaylik, figurlik qamlashgan bu 34-35 yosh kirgan bu cho'kancho degan vaqtida noto'g'ri quylarni chiqargan, atiganligi qo'qqisi kelmaydigan, kashti telefonni metoditib yotqisi kelmaydigan, u bu Guymiramningki ko'rma, do'stimningki ko'rma, iyaga ko'rma, biyaga ko'rma deb bahona izlab kech-kechlab kelmaydigan mushtaq quylarni chiqargan. Endi amat nim degan desay bo'ptilar. Bumi jitimchilikda mening qo'limga keldi. Endi buning mushtaq qarab qo'ydim. Rasto deb o'ylab ekan. Lekin chu degan vaqtida amatning do'ppisiga Allamburun jigdi sap bo'lgan. Ya'ni chu degan vaqtida amat bu yoqdan 10 yosh cho'ng bo'lganligi uchun pat deydigan gapi nima ekanda desa, siz menga mehr beramidingiz, muhabbat beramidingiz, aq qilamidingiz, ko'k etamidingiz deb qilgan. Ha bo'pti, mehr beray deb oltinlardan haqlar 10-20 gram oltin olsa, 200 gram oltinlarni appagan. Hatto pravlarni ilib, mashinalarni ostiga sappagan amat. Bo'ptilar, mushlardan ko'ngil suv issin deb. Hatto cho'ng shaharlardan bino uylarni appagan. Lekin chu degan vaqtida ayol kishining buzilg'isi kelsa, ko'ziga ishton kiyibdi deydigan gap bor. Bularning hech qaysini qilmay, hali buni oq, ko'k, petitim, mushundaq bir esil ilg'ar adamni husur izlaydigan bo'lib, bir yosh 30 necha yoshda chamisda bir yigit bilan ashnachilik o'ynab, mushundaq kashkamas yerlarni qilgan oxiri bu bayqab qolgandan keyin degan vaqtida bu qo'soq kirib chiqsa, guy shunga deydig'inam, o'ynasangmi tuz o'yna, eri va xotindan ner o'yna, o'ynasangmi tuz o'yna, ayoli va adin ner o'yna. Bo'lmasa ash 3 narsada balning nimasi qolsa deb men doim shunda deydigan. Demakchi degan vaqtida aqdi, ko'kdi deb gapi ketib, buning necha 3-4 millionlik zamin, qisat, mashin, bashinlarni qasmashda puli bor. Endi bu nikah qonunida ayolning topgan mayli topsin yo ayol topsin, bularning topgan mulki o'rtaq mulk bo'lganligi uchun nurg'un gapi ketib, orqadan kuchaytirib, savodsiz xotinda bu figurlik qamlashgan shinsaylik bo'lgan bilan, rangi bo'lgan bilan aqli yo'q, qo'saqning ichida g'ichida poq bo'lganligi uchun bu savodsiz xotinni ashta kuchaytirib, kichik shum ashnasi voy senden qilib kelsan, sen 1 million pul nima qilsa u qeriningki uning qo'lida turib, ko'k deb hatto 3 farzandim ko'zi ko'rinmay, bolalarnim shu bichara amatga tashib chiqib ketgan jibo, chiqib ketib bu yerda bu bichara yalurib, nimishga qizag'an ayol, nimishga bo'ptilar deb shuni bilan qismi yana nima qilmay yomonlab elib, onasiga odamni bu shoqnikini ras qilib berdi-ki. Mana mushundaq holatda qilib hali azarni berib qilibdi. Buning
Bütünlay nima degan vaqtida to'qliqdan chiqqan sho'xliq, iligi ash, namrat ayıldı çoğallarning tuyuqsiz dunyoga boylikqa erishib qolsa, bular mush jahon mushu o'xshaydi. Mushu 1 million pul bilan ya 5-600 ming so'm pulni o'rtaq mulk bo'lgan kun bo'lib ilib olsam, men mushu pullar bilan mushtaq yoshligim tugamay, mushundaq chiroyli Maşta ötep gitmenken o deydiğen iş oldu. Şuaşka anısını görüp kızını al, bozarlap, kral deydiğen gepka konulanı. Nayeti muhim iş bir adamın kızının ana yaman muhim deme. Demek ahırsı da bıçak göçtün sonraki ötkendiken biçer emet 3 balsını öz ilvilip bay emet, yavaş emet, ah gönül mihriban emet. Şunu olan ki o diye vaxtıda bu turmuşunu ahırlaştırıptı. Demek onun gibi ve nım boyunca bir 5-600 ming koy birimden beripti. 5 ezelden teyyani yep uğrun ügünüp kalgan ilikleri toyunup ketken şu bir Ahmet'nin şu şarapıtı da, şununki nemisi de, huzur halaveti de, şunun devleti de. Şu 5-600 ming so'm pulni elip, eliq manqqa kelishgan, 1,80 m boyu aşnısı bilen, eliq latı guyu bilen o pulni xashlab, iyaqib, aniqib, 3-4 yil atrofida o pulni tugab, oxir paloq tuxum bo'lib, yeshin 40 necha yoshdan oshgan ekan, toshib yetibdi, olmabdi, baka qo'ng'i paypoq yuribdi, ya qizil qog'ozni olmabdi. Demak, oxirsida nima bo'lgan degan vaqtida shuning bilan tashlanib ketgandikin boshqalarning o'yinchig'i, boshqalarningki mushundaq o'yinchi qiladigan bir aslaha uskuniga aylanib qolgan, qadr qimmati bo'lmagan. Ya bir yer ishlaydi-sa, azaldan to'qishib, mushundaq dumit, mushundaq ugunib qolgan, yaratmaydi. Mandaqroq yerlar ishlaydi desa, qo'saqni po'xtin boshqa hech nima yo'q, o'mashmi yo'q. U yerga kirib, u xizmatning o'zidan chiqa olmaydi. Oxirisi degan vaqtida o'zining tenini bozorga selish orqali o'zini shundaq bir nabab yo'llar qilib, oxir nurg'unlagan yuqumli kasalliklarga yuqumda bo'lgan. Şununla hayatım ahırlaşkan, içiniş halet ölüp ketken. Ahmetçi o ezelden kalbi pakiz, özü pakiz, mesuliyet, mecburiyetin toğul ada kallık için yani partiya, hükümet onunla yaxşı bir orunlaştırışlarını berip, şu yurttaki yaxşı adamlar şunun yaxşılığını bilgendikin ma'lum bir turmuştun yoldaş tügep ketken birisinden tanış arqılıq. Turmuş qilib, o yaxning bir balası var ki özünün 3 balası bilan 4 balık qilib, mushu balalarni shunchalik yaxshi tarbiyalab, baxit böyüşügide təvrinib tutmaqda maşındaq bir bəxt külkülər ba ayıldan birini qurub. Lekin çokan toqluqdan şoqluq çıxırıb bəxtini qədirləmək, erini vudalan qilib özü pənciləyən olub şiminçinin aqısından ketkenlik üçün axırıcı degan vaqtida vudani öldürənməbdi bu. Özü şu pənciləyən olub axırsıda veyran koçularda axırsıda hayatını axırlaşdırıbdı. Demək ki degan vaqtida etrafınızda sizden yoldaşınız kelişki mehr muhabbet nime? Çay tuzunuz, göçlerinizni kam qilmadi, 3 balanızın kim keçigini kam qilmadi. Biz erler capakeş, keş işleyimiz, meyli biz doyun tatlaydı, meyli başı ticaret qilib. Şu ailem, balam, kalam deymiz. Tamak yeyip tutup, balla aval sizler toyuyla, sizler toygandikin biz yeyli deydiğe yaşlar kep bulduk biz. Tapqan pulumuzdan ben bugün bir ayda 100 ming so'm pul tapsam, 1000 so'm pulni o'zim uchun xarjlamayman. Ma uçamdaki kiyim, ma beshimdagi shapka, necha yil o'tib ketgan kiyimlar, necha yil o'tib ketgan shapkalar. Chunki onamiz qad-qomatli kelishgan 1,80 m bo'yimizdan mushundaq qan chiroyli tug'ib qo'yapti ekan, shuni chanmaydi nurg'a odamning nazarida katta kiyimlarni kiyib katta deydi. Lekin biz shu balamti, kalamti, ayolimti, oilamti yaxshi bir muhitda mushan yaxshi bir o'qatsaq deb shuning uchun tirishadiganlar biz. Endi andaq haramzada lamzallik uylarchi degan vaqt uli qanday odamlar. Ular men deb biray, ular qanday odamlar desa, u o'zini bir 3 narsadini jism qilib yetishga qoni og'irgan. Shu balalarninki sababchi bo'lgan. Şunundan özünün ailesiga vapa kemiga adamdan yani bir adamның ailesideki narsidlar vapa kemiga adam sen onunla berip ey nadan ayallar, nadan xotun, nadan çokallar, çeçi uzun ahli qısqa ahmaq dütler sana vapa kelem da senin şu eriңден ajrashgan vaqtida bay eriңден aladigan az dolu mal mülkni, baylıqni deb sana şunu qiladi, hergiz sana mehr muhabbet haqiqatini bermay, sen paloq tuxum bo'lib 3 balni tug'ib 1000 bala shinsiyingni saqlab qolganing bilan sen hamon bir tegi yo'q hang. Sen paloq tuxum bo'lib bo'lding, bolaring bo'lib bo'ldi.
seningdan şu ya bir bayliq dema qildi, ya seningdan ko'ngil xushluq, havoy havas dema qildi. U hargiz sen mehr muhabbat bermaydi. Shuning uchun har kishining tirishishi mumkin, bir so'rinlar berib kelishi mumkin, ma'lum tijoratlarni kashf qilishi mumkin. Lekin shu yanilichi bo'lsa, at aylanib o'qirini topadi, har kishi yana shu o'zining makonini, baljaqisini, oilasini topadi deganga o'xshaydi. Mandaq bir oila uchun barlig'ini ato qilgan erlarni xumsizlik, yuzsizlik qilmang cho'kallijima, jamiyatdagi yilqimda daqalni qo'yilib, bir nimani kapkasini chekib yurgan cho'lponlardek rasmlarga tushib olgan latigular qo'saqni assan poq chiqmaydi. Gang döt ichi qizlar u men og'zimni buzib etdim. Döt nimalar u? Ha, hammasining aqsdi ishtin yo'q, eti majamgo'y. Qaraq yurganchilikqa ularning so'ltiga qiziqib ketib qaysangiz ilik-iliklaringizni so'rab sizni menga vayron qo'ytirgan parazit qurtlar. Ularga bergan chiroylarning hammasi-chu, taqturuqlarning hammasini bag'o qarang. Ateshakdimi bor, hayvonladimi bor. Chiroy olgan bilan ularning aqli yo'q deylar. Shunga yaxshi adin azma, makulida ali bek shiqlab ketib bordi. Aliga bek ugal bo'lib ketib bordi. Shunlashqa deydiganim hammamizga xotirjamlik, tinch amonlik yor bo'lsin, oilalarimiz baxt saodatga cho'msin, ayollarga ham erlarga insof bersin. Shularning bir oilasi bilan yaxshi o'tab ketishini chin qalbimda umid qilaman. Agar mushu hikoya hammanglarga bir ibratli bo'lib qolsin, mening deganim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim sho'di deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon uy mulk oid so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidor ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.